Tarix sahifalarida shunday bir sarkarda borki, u o'nlab janglarida qatnashgan, minglab askarlarga boshchilik qilgan, lekin birorta ham jangda mag'lub bo'lmagan. U hatto islomning dushmanlaridan biri bo'lgan, ammo keyinchalik islom tarixidagi eng buyuk qo'mondonlardan biriga aylangan bu inson Xolid ibn Volid, uni tarix Sayfullahi, Allohning qilichi deb eslaydi. Islom tarixidagi eng mashhur sarkardalardan biri bo'lgan Xolid ibn Volid. Xolid ibn Volid taxminan milodiy 590-yilda Makka shahrida tug'ilgan. U Quraysh qabilasining Banu Maxzum urug'iga mansub edi. Bu urug' Makkaning eng boy, eng qudratli va jangovar urug'laridan biri hisoblangan. Uning otasi Al-Volid ibn al-Mug'ra Makkaning eng nufuzli kishilaridan biri bo'lgan, boylik, obro' va qudrat ichida ulug'aygan. Xolid yoshligidan jang san'ati, ot minish va strategiyani o'rganadi. Arabiston sahrolarida u eng mohir otliq jangchilardan biriga aylanadi. Ko'p o'tmay Quraysh qabilasi uni o'z qo'shinining sarkardalaridan biri qilib tayinlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning islomni targ'ib qila boshlaganida Makkaning ko'plab zodagonlari kabi Xolid ham bunga qarshi chiqdi. U musulmonlarga qarshi bir nechta janglarda qatnashdi. Eng mashhurlaridan biri Uhud jangi. Uhud jangi 625-yil martida Uhud tepaligida musulmonlarning makkaliklar bilan bo'lgan. Jangi makkaliklar 3000 ga yaqin jangchidan iborat bo'lgan. Jang maydonida yaxshi mavqini egallagan edi. Musulmonlar askarlarini kerakli joyga joylashtirgan. Jangga dastlab musulmonlar qo'li baland kela boshlagan. Ular ayni dushmanni ta'qib etargan paytda o'lja to'plashga tushdilar. Bundan foydalangan makkaliklarning Xolid ibn Valid boshchiligidagi otliq qo'shini musulmonlar qo'shini orqa tomoniga o'tib hujum qiladi. Bu jangda musulmonlar ko'p talafot ko'radi. Musulmonlar bu jangda raqib ustidan yengilgina g'alaba qozonamiz deb o'ylashgan edi. Makkaliklar Xolid ibn Volidning topqirligi tufayli ko'p talafot ko'rmaydi. Yillar o'tib, islom kuchayib borar edi. Xolid esa bir narsani tushunib yetadi. Islom oddiy harakat emas, bu buyuk haqiqat. Milodiy 629-yilda Xolid ibn Volid Makka shahridan chiqib, Madinaga yo'l oladi. U yerda Xolid islomni qabul qiladi. Payg'ambarimiz uni ko'rib juda xursand bo'ladilar. Shundan so'ng Xolid musulmonlar safida turli harbiy harakatlarda qatnashadi. Masalan, Sharqiy Rim imperiyasi va islom o'rtasidagi birinchi to'qnashuv bo'lgan Mu'ta jangi. Mu'tadagi jang shu qadar shiddatli bo'ladiki, jang paytida u 9 ta qilichni sindiradi. Bu unga Allohning qilichi degan ma'noni anglatuvchi Sayfulloh unvoniga sazovor bo'ladi. Katta qo'mondonlar bo'lgan Zayd ibn Xorisa, Ja'far ibn Abu Tolib va Abdulloh ibn Ravoha shiddatli jangda halok bo'lgach, Xolid qo'mondonlikni o'z qo'liga oladi. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarimiz vafotidan keyin Xolid xalifa Abu Bakr davrida Madinalik qo'shinlarga qo'mondonlik qiladi va butun Arabistonni tinchlantirdi. Janjalkash, isyonkor arab qabilalarini bir safga keltirdi. Xolid shuningdek Sosoniylar imperiyasining Al-Xira shohligini ham bosib oladi. Sosoniy Fors qo'shinlarini tor-mor qiladi. Keyinchalik u rimliklarni Suriyadan haydab chiqarish va G'asoniylarning Rim arab davlatini zabt etish uchun G'arbiy frontga qo'mondonlik qilish uchun jo'natiladi. Xalifa Abu Bakr Xolid ibn Validni 18 ming kishilik qo'shin bilan Sosoniylar nazorati ostida bo'lgan Mesopotamiyaga jangga yuboradi. Xolid ibn Valid 633-yil bu mintaqada Sosoniylar va nasroniy arablar bilan bo'lgan zanjirlar jangi Valaja
jangi va Ulays janglarida g'alaba qozonadi. Anbar qal'asini qamal qiladi va qattiq qarshilikka uchrasa ham qal'ani egallab oladi. Sosoniylar hukmdori 3-mintaqaga birlashgan fors arab kuchlarini kuchaytirish orqali bosqinni to'xtatishni maqsad qiladi. Xolid bunday katta qo'shinga birdaniga bardosh bera olmasligini tushunadi va oz qo'shini bilan qarorgoh qurgan dushman qo'shinlariga qarshi tungi bosqin uyushtirishga qaror qiladi. Muvofiqlashtirilgan hujumlar bilan jangda Sosoniylar qo'shinini yo'q qilinadi. O'lidagi oz kuch bilan katta muvaffaqiyatlarga erishgan Xolid ibn Valid Sosoniylar imperiyasining janubiy va g'arbidagi deyarli barcha qo'shin muvozanatini vayron qiladi. U Sosoniylar poytaxti tomon yurish uyushtirib, bu ishga nuqta qo'ymoqchi bo'ladi. Ammo Sosoniylar hukmdori Vizantiya imperatori bilan kelishib, katta qo'shin bilan unga qarshi chiqadi. Biroq birlashgan qo'shini mag'lubiyatga uchraydi. Bu so'nggi urush bilan Xolid ibn Valid Mesopotamiya ustidan nazoratni butunlay o'z qo'liga oladi. Xalifa Umar raziyallohu va Xolid ibn Valid o'rtasidagi keskinlik yuzaga keladi. Bu ziddiyat oxir oqibat uning qo'mondonlikdan chetlatilishiga olib keldi. Aksariyat tarixchilarning fikriga ko'ra, Xalifa Umar uni mumkin bo'lgan tahdid sifatida, raqib sifatida ko'rgan. Xolid ibn Valid oliy qo'mondonlikdan ozod qilingan bo'lsa ham, Vizantiya arab urushlarining dastlabki bosqichlarida Vizantiyaga qarshi to'plangan islom qo'shinlari uchun strategik jangchi bo'lib qoladi. Uning qo'mondonligi ostida 634-yilda Damashq qo'lga kiritiladi. 2 yildan keyin Yarmuk jangida arablarning rimliklarga qarshi asosiy g'alabasi uning ajoyib va noodatiy strategiyasi tufayli edi. Yarmuk jangi to'liq 3 kun davom etadi. Qo'shinning eng muhim zarba beruvchi kuchli otliqlarga Xolid ibn al-Volidning o'zi qo'mondonlik qiladi. Xolidning qarshi hujumi paytida Vizantiya qo'mondoni Ibn Kanotar halok bo'ladi. Arablar uni boshini choponga o'ralgan holda topadilar va bu uning sharmandaligini ko'rmaslik uchun yuzini berkitib qo'yganligi haqidagi hikoyani keltirib chiqaradi. Jangning 3-kun oxiriga kelib, arablar muvaffaqiyat qozona boshlaydi. Vizantiya qo'shini Xolid ibn Validning taqibidan qochib chekinayotganda, cho'ldan esayotgan qum bo'ronida yo'lni ko'rmasdan Yarmuk vodiylarining tik qirg'oqlaridan qulab, toshlarga urilib halok bo'ladilar. Vizantiya rahbarlari Vahan va Teodor Yarmuk jangida halok bo'ldilar. Bu jangda musulmon qo'shini Vizantiya imperiyasining ulkan armiyasiga qarshi turadi. Vizantiya askarlari son jihatdan bir necha barobar ko'p edi, ammo Xolidning strategiyasi, jasorati tufayli musulmonlar buyuk g'alabaga erishadi. Bu g'alaba butun tarixni o'zgartirgan janglardan biri bo'ladi. Xolid ibn Validning qo'mondonligi ostida 634-yilda Damashq qo'lga kiritiladi. 636-yilda Yarmuk jangida arablarning rimliklarga qarshi asosiy g'alabasi uning ajoyib noodatiy strategiyasi tufayli edi. Ularning barchasiga qaramay, Xolid ibn Valid 638-yilda Xalifa Umar raziyallohu tomonidan barcha harbiy xizmatlardan bo'shatiladi. Xolid ibn Valid o'zining harbiy faoliyati davomida 200 ga yaqin janglarda, katta va kichik to'qnashuvlarda, shuningdek bitta duelda qatnashgan, birorta ham katta jangda mag'lub bo'lmagan. Uning jang taktikasi shu qadar kuchli ediki, hattorim Fors imperiyalari ham undan qo'rqardi. Xolid ibn Valid jang maydonida emas, oddiy holda vafot etgan. Xolid ibn Valid milodiy 642-yilda Xamis shahrida, hozirgi Suriyada vafot etgan. Vafotidan oldin u shunday degan: "Men shuncha janglarda qatnashdim, anamda qilich, nayza, izi yo'q joy qolmadi, lekin men to'shagimda vafot etyapman."
Ko'pchilik harbiy tarixchilar Xolid ibn Volid tarixdagi eng zo'r sarkardalardan biri deb bilishadi.